Assalomu alaykum rahmatulloh. Bugun bepul darslarimizning ikkinchi qismi. Bugungi dars davomida savol yasovchi qo'shimchalarni ba'zi birlarini ko'rib chiqamiz va o'tgan darsimizdagi hada bilan qo'llanilishini va misollar bilan kelgandagi o'zgarishlarni batafsil inshaalloh o'rganamiz. Bu kitobimizning 7-8 sahifalariga to'g'ri keladi. Agar siz hali ham kitobimizni topa olmagan bo'lsangiz, Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Biz u yerda PDF shaklini yuborib qo'yganmiz. Darsni boshladik. Ushbu misolni yaqindan o'rganishni boshlaymiz. Ma hada. Ma nima degan savol yasovchi qo'shimcha, hada esa bu degan ma'noni ifodalaydi. Shu o'rinda bir narsaga ahamiyatimizni qarataylik. O'zbek tilida savol yasayotgan vaqtimizda savol yasovchi qo'shimchani jumlamizni boshida keltiramizmi yoki oxiridami? Buni ahamiyati yo'q odatda. Bu nima desak ham, nima bu desak ham jumla hosil bo'laveradi. Lekin arab tili qoidasiga ko'ra savol yasovchi qo'shimcha doimo so'zni boshida kelishi kerak. Bu qoidani yaxshiroq o'zlashtirish uchun misollarda qo'llab ko'ramiz. Suratdagi narsaga nisbatan savol beramiz. Ma hada? Bu nima? Savol yasovchi qo'shimchamiz jumlamizni boshida keldi va jumlamiz so'roq gapga aylandi. Bunga nisbatan javob berayotgan vaqtimizda hada bilan savol berilganligi uchun hada bilan javob beramiz. Hada miftahun. Tushunarli bo'ldi-ya? Demak, bir oddiygina qoida bor ekan. So'roq gapda so'roq yasovchi qo'shimcha jumlani boshida kelishi kerak. Xuddi shu shaklda boshqa misollarni ham batafsil ko'rib chiqamiz. Ma hada? Hada kitabun. Bu nima? Bu kitob. Haza bilan savol berilganligi uchun haza bilan javob berildi. Ya'ni men sizlardan bu nima deb yaqindagi narsaga nisbatan savol berdim va sizlar ham yaqindagi narsani ko'rsatib, bu kitob deb javob berdinglar. Ma haza? Haza qalamun. Bu nima? Bu qalam. Ma haza? Bu nima? Haza bilan savol berilganligi uchun javobda ham hazani olib kelamiz. Haza babun. Bu eshik. Ma haza? Haza baytun. Bu nima deb savol berdim. Sizlar bu uy deya javob berdinglar. Keyingi misol. Ma haza? Bu nima? Haza kursiyun. Bu stul. Haza bilan savol berildi va haza bilan javob berildi. Endi 7 sahifaga qaytamiz. Savollarni o'qib, suratga qarab javob berishni boshlaysiz. Ma haza? Bu nima? Haza bilan savol berilganligi uchun nima bilan javob berasiz? Aynan qolgan misollarni o'zingizga qoldirdim. Haza miftahga ko'chirib qo'yasiz. Keyingi sahifaga o'tamiz. Tamrin 2. Ikkinchi mashq. Bu sahifamizni 8-siga to'g'ri keladi. Mashqlarni bajarishdan oldin bir mavzuni ko'rib chiqamiz. Haza baytun. Ma'nosi bu uy degani. Endi o'zbek tilida shu gapimizni oxiriga m qo'shimchasini qo'shish orqali so'roq gap hosil bo'ladi. Endi kelinglar, shuni arab tilida qanday yasaymiz? Bir oson qoida bor. Jumlani oldini yasaymiz. Misol uchun bu uy degan misolni yasadik. Tasdiqlash yoki inkor qiluvchi m qo'shimchasini olib kelamiz. O'zbek tilida buni jumlani oxiridan olib keladigan bo'lsak, arab tilida shuni aksi, jumlani boshidan olib kelamiz. Ya'ni haza baytun. Bu uy jumlasi bu uymi degan so'roq gapga o'zgardi. Endi o'tgan qoidamizni misollarda ko'rib chiqamiz. Haza baytun. Men masjidni ko'rsatib sizlarga savol beryapman. Bu uymi? Bunga javoban o'zbek tilida ham ha yoki yo'q degan qo'shimchalardan foydalanamiz. Ya'ni inkoriy yoki tasdiq etuvchi qo'shimchalar vositasida savol berilgan vaqtda ha deb javob beriladi yoki yo'q deb javob beriladi. Sababi inkoriy yoki tasdiq etuvchi savollarni javobi doimiy ravishda ha yoki yo'q bilan boshlanishi kerak. Arab tilida ham biz xuddi shu shakllardan foydalanamiz. Misol uchun, men sizlarga ko'rsatayotgan suratda masjid berilgan. Sizlar javob berishdan oldin nima deysizlar? Yo'q degan qo'shimchani olib kelamiz. Arab tilida buni la deymiz. La hada masjidun. Yo'q, bu masjid. Keyingi misol. Ahada miftahun. Bu kalitmi? Suratdagi narsa qalam. Endi sizlar nima qilasizlar? La degan qo'shimchadan foydalanasizlar. Yo'q deysizlar va to'g'risini aytasizlar. Hada qalamun. Tushunarli bo'ldi? Endi keyingi misolga o'tamiz. Ahada qamisun. Bu ko'ylakmi? Qamisun degani lug'atimizga yozib qo'yaylik, bu ko'ylak degan ma'noni bildiradi. Endi men sizlarga ko'ylakni ko'rsatib, bu ko'ylakmi deb savol beryapman. Sizlar men nima qilishinglar kerak? Avval tasdiqlashinglar kerak.
ya'ni tasdiqlovchi qo'shimchani birinchi olib kelishinglar kerak. Ha so'zi arab tilida na'am deb ifodalanadi. Na'am, hada qamisun shaklida javob berishinglar kerak. Keyingi misol, ahada najmun. Yulduzni ko'rsatib sizlarga savol beryapman. Bu yulduzmi deya. Sizlar javobda nima deyishinglar kerak? Na'am, ya'ni ha. Hada najmun. Ha, bu yulduz. Demak, oson qoida bor ekan. Inkoriy yoki tasdiqlovchi savol berilsa, doimiy ravishda javobda ha yoki yo'q bilan gapni boshlash zarur ekan. Bugunga shu yergacha yetadi. Inshaalloh kelasi darsimiz bundan-da qiziq bo'ladi. Bugun dars davomida 7-8 sahifalardagi mashqlarni bajardik, qoidalarni daftarimizga yozib oldik. Inshaalloh kelasi darsimizda 6-sahifani o'rganamiz. Unga qadar o'tilgan qoidalar va lug'atlarni yodlab oling. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.